Biz hozir ma'lum bir bug'doylikda ham shinmeylik turyapmiz. Qaraydigan bo'lsa, qaranglamanda ko'k nasil turdi. Ma'ni ko'rib baxchansizlar o'g'itbek, noch o'g'it payda qildi ekan deb o'ylaysizlar, jiqdiqallar. Bu to'g'risida bizningki o'g'itchilik yetakchisi Obul Qosimjon bir tushuncha berib bersin. Ham Feyzvat nayimizda biz buningga yerimi qanday o'g'it maskildi, meni zirayatim qanday o'g'it maskildi emas, men nech pullik o'g'it ishlatdim deydigan bir pulini surishtirib, buningki unumini surishtirmaydigan bir ishlarimiz bor ekan. Ma qilib etganimiz dal bizning isrof bo'layotgan pulimiz shu yerdikchi. O'zimizning pulga desep menayotgan o'xshash ish bu. Qanday desak, bu yerimiz qabul qilib biz berayotgan shu qora o'g'itdan tarkibidagi fosfor, ya'ni bizning berikimizdan bor tuproq qabul qila oladigan doiradan ishib ketganlik uchun tuproq tarkibidagi organik moddalar buni parchalayolmay bu mushunda to'pida ifodalanib bizningki bergan o'g'itlarimizningki bizning dehqonlarimiz deb kelayotgan atalmish yerlarimizdan bozlaq olib ketgan yerim bu. Lekin amaliyotda biz unda qilganimizdan o'zi mushu dal bizning pulimizdan isrof bo'lib ketayotgan qismi. Biz davomli deymiz dehqonlarga, men 50 kilo ishlatib, men 100 kilo ishlatib deydi. Biz unda jiq ishlatishni talab qilmaymiz. Biz buğday tergan bo'lsak, buğdayningki ozuqlik ehtiyoji qanchalik, shinmey tergan bo'lsak, shinmeyning ozuqlik ehtiyoji qanchalik, men qaysi vaqtda qanchalik berman deganini bilsak ham bo'ldi. Unda nech pullik berish, uning bilan munosabati yo'q. Shunga bu yer dal bizningki tuproq qabul qilinmayotgan fosfor. Şuna dehqon do'stlarimizga deydiganimiz, hargiz men mancha pullik o'g'it ishlatdim emas, men ishlatgan o'g'it mening yerimga mos kelamdi ekanmanda. Mening zirayatimning ozuqlik ehtiyoji qanchalik deganni o'ylab ishlatsa. Shuni mushuni tushunamagan do'stlarimiz bo'lib qolib qolsa, davomli bizning inkas rayoniga o'zining zirayatini va etisini rasmga tortib qoldirib qo'ysa, telefon orqali maslahat so'rasa, biz dehqonlarimizning ehtiyojiga asosan ozuqlik qandirish to'g'risida maslahat beramiz. Bog'vanchiligimizda, terixchiligimizda mushunda xato mashg'ulotlardan saqlanaylik, to'g'ri ilmiy usulda qilaylik. Shu chaqda pulimizni tejalaymiz, haqiqiy kirim yarata olamiz. 记得点赞关注哦。